Yozda aylanishga qatga boray deb yurgan akalarimiz uchun zo'r joy topib qo'ydik. Pulli joy, arzon joy emas akalar. Arzon joy emas. Soqqasi bor akalar uchun. Qaranglar. Hit qaranglar akalar, dengizni prям ro'parasida ertalab tursanglar, eshikni ochsanglar, ping vitni o'zi beradi. Xo'p, shunaqa 2 kishilik kapsula bo'ladi. Korpa to'shi, холодильник, теплый pol. Xullas, qishda yozda kelsanglar maza qilib ketasizlar. Sharoiti lyuksi. Oldinglarda o'zinglar uchun tapchan 4 kishilik. Endi vit qaranglar akalar. Shashilchalarni pishirib, shu yerga qo'yib, maza qilib, shu vitga qarab o'tirsanglar, bor-ku, shunaqa stress yoziladi. Telefonni o'chirib qo'yish esdan chiqmasin. Zelený zona shashlik uchun alohida o'zinglar uchun joy bo'ladi. Kelsanglar ham oxirgi joyni olinglar, burchak joyi. Biz burchak joyi oldik, shovqin yo'q, tinch. Shashilchalarni qilib, kecha mazani qildik. Xudo xolasa ekan, bugun bitdan keyin qaytamiz. Cho'milishga bugun tushmadik, sababi 18 gradus cho'miladigan sharoit emas. Havo sal sovuq bo'ldi bugun. Suv hali qaytadi, bu yoqlar qum bo'ladi, bemalol tushib cho'milsanglar bo'ladi. Ayoqda qayiqlar bor. O'sha qayiqlarga pulini to'lasanglar, anaqa o'ttirishlarga olib borib keladi. Xullas, lokatsiya zo'r akalar, atrof juda zo'r.